Ixlos surasi haqida ko'p ma'lumotlar berilibdi. Imomi Qurtubiy rahmatullohi alayhini Jamiul Ahkom nomlik, ya'ni ushbu tafsir kitoblarida juda ham ko'p fazilatlarini bayon qilingan ekan. Qul huvallohu ahad surasini Hazrati Anas roziyallohu anhu sahoba aytadilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man qara'a qul huvallohu ahad", kim qul huvallohu ahad surasini o'qisa, bir marotaba o'qisa, burika alayhi, o'qigan odamni o'ziga baraka berilar ekan. Va man qara'aha marratayni burika alayhi va ala ahlihi, kim qul huvallohu ahad surasini 2 marotaba o'qisa, o'ziga va ahliga, xonadonidagilarga Alloh tarafidan baraka beriladi. Va man qara'aha 3 marratin burika alayhi va ala jami'i jironihi, kim endi 3 marotaba Ixlos surasini o'qiydigan bo'lsa, ham o'ziga va ham oilasiga ham qo'ni qo'shnilariga ham shu 3 marotaba o'qilgan ixlosni sababidan Alloh taolo baraka beradi deydilar. Va man qara'aha 12 banallohu lahu 12 qasron fil janna, kimki Ixlos surasini 12 marotaba o'qiydigan bo'lsa, o'qiguvchi mo'min odamga Alloh taolo jannatda 12 ta qasr bunyod qiladi, ya'ni bino qiladi. Va taqulul hafazatu, va kiroman kotibin, har bir insonga berilgan hafaza, saqlaguvchi farishtalar aytarkanlarki bir-birlariga: "Intaliqu bina nanduru ila qasri akhina", ya'ni yuringlar, mana bu birodarimizni qasri bitibdi, jannatdagi, borib ko'raylikchi deyshar ekan. Maloikalar qarang, Ixlos surasini 12 marotaba o'qigan insonga 12 ta qasrni Alloh jannatda beradi deyaptilar. Farishtalar havas qilib, yuringlar borib ko'ramiz, birodarimizni jannatdagi qasrini der ekanlar. Fa in qara'aha 100 marratin kaffarallohu anhu dhunuba 50 sanatan, agar kimki ixlos bilan erinmasdan Ixlos surasini 100 marotaba o'qiydigan bo'lsa, 50 yillik gunohini Alloh taolo mag'firat qiladi, kafforat bo'ladi. Shu Ixlos surasi 50 yillik gunohlariga deydilar. Ma xolat dimaa val amval, shu insonni nohaq qonini to'kkanlikdan boshqa, insonlar molini nohaq egallaganlikdan boshqa, moli mulkini, mana shundan boshqa hamma 50 yillik gunohlariga kafforat bo'lar ekan, inshaallohu karim. Fa in qara'aha 400 marratin kaffarallohu anhu dhunuba 100 sanatin, agar kimki Ixlos surasini 400 marotaba o'qiydigan bo'lsa, Alloh taolo uni 100 yillik gunohlariga kafforat qiladi deydilar. 100 yil, qarang, bir inson 100 ga kiradimi yoki yo'qmi, bu surani 400 marotaba o'qib qo'ygan insonga 100 yillik, ya'ni bir asrlik gunohlariga kafforat bo'lishligini aytadilar. Va so'nggisi fa in qara'aha 1000 marratin lam yamut hatta yara makanahu fil janna aw yura lahu, kimki Ixlos surasini 1000 marotaba o'qiydigan bo'lsa, jannatdagi joyini ko'rmasdan turib yoki ko'rsatilmasdan turib bu hayotdan ketmaydi, o'lmaydi debdilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Eng so'nggi paytida buni ixlos bilan qul huvallohu ahadni mana shuncha adatda, faqat belgilangan adatda o'qib yurgan inson ana jannatdagi makonini ham ko'rmasdan o'lmas ekan, 1000 marotaba o'qigan inson.